siz tomonidan yo'l qo'yiladigan eng ko'p uchraydigan 3 ta xato. Birinchisi bu atrofdagi insonlar, ya'ni qo'ni qo'shni, o'rtoq sinfdosh, qaynona qaynota tomonidan bo'ladigan ruhiy bosimga sizda tayyor emasligingiz. Ruhiyat, ya'ni psixik va ruhiy holatda ijobiy bo'lishi, ya'ni ruhiy va psixik immunitetda mustahkam bo'lishi farzandsizlik bilan qiynalgan oila uchun bu birinchi o'rindagi narsa. Ikkinchisi bu nosog'lom hayot tarzi. Deyarli 90% bemorlarimda bor muammo uyqu rejimini yo'qligi. Deyarli 70% ayol bemorlarimdagi bor muammo ortiqcha vaznni borligi va deyarli 100% bemorlarimdagi bor muammo bu harakatni yo'qligi, ya'ni kechqurun ovqatdan keyingi sportni yo'qligi. Ya'ni birinchi o'rinda hayot sifatini yaxshilaganingizda sizda ruh sifatlari, farzandli bo'lishdagi gormonlarning sifatlari hammasi a'lo darajada bo'ladi. Bu necha yillardan beri isbotlanib kelinadigan tibbiyot. Va uchinchisi, eng ko'p yo'l qo'yiladigan xatolik bu to'liq tekshiruvdan o'tmasdan turib, sizga aniq diagnoz qo'ymasdan turib, kerakli va keraksiz dori-darmonlarni olish, ya'ni palapartish holatda olish. Ya'ni bu meni yoki menga o'xshagan vrachlar ishini qiyinlashtiradi. Doktorning qilgan xatosini boshqa doktor to'g'rilashi qiyin. Shuning uchun ham nima dori ichishinizdan oldin sizga aniq diagnozni so'rab olasiz, nima narsaga lecheniya olishingizni bilib olasiz va ana undan keyin maqsad sari olg'a er-xotin birgalikda harakat qilasiz. Meni bugun ham qabulimga kelgan bemorlarni kamida 30% ayollarga dori yozmadim, chunki hamma narsa norma bo'lgani uchun eriga yozdim. Kamiga 30-40% bemorlarni eriga dori yozmadim, chunki hamma narsa yaxshi bo'lgani uchun faqat ayoliga yozdim. Ya'ni aniq diagnoz qo'ymasdan turib dori lecheniya olish shart emas yoki umuman kerak emas.